Bizni futbolchilarimizchi olib kelib turib tepadi. Gol bo'lmadimi? O'sha joyda qoladi o'sha yerda. Ne gol bo'lmadi? Shuncha mehnat qilib ketdi. Bir gol uradigan niyatim bor bo'lmadi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. Bu 12 tasi quvib ketdi. Aylantirib 3 quruq qaytib kelgandan keyin yeta olmadi lekin. Samolyotdan bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot bo'lib to'xtadi. Futbolkani yechib turib tomoshabinlarga otmoqchi edi. Tribuna bombosh. Bir qator soldatlar o'tirishibdi. Iloji bo'lsa vaqtlar tugat, ish bor bugun. Varatan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Xuddi sal qolganda edi gol bo'lishiga. Ko'zingni o'yla mana bu yerda zaman. Men taniyapsam, futboldagi gaplashib qolmasam mana. Ko'rgan bo'lsangiz Zidan qo'li bir chekkasidan ketayotdi. 2 metr narida italiyalik futbolchi kelyapti. Shu birisi deb qo'ydi-da. Bu eshitib qoldi, endi biz eshitmadik. Shart to'xtadi. Nima dedi? Buni sen dedingmi dedi? Ko'kragiga lazerni persel bilan jiq deb bitta qo'ydi-da. Qo'rqmadi. Stadioningga ham dedi, chempionatingga ham dedi, o'yiningga ham dedi. Shartta chiqib ketdi.